Endigina 2 og'iz sizlarni yangi yil bilan tabriklab video qo'ymoqchiman, dasturxon tuzayapmiz desam, siz tabriklashga bayram topmadingizmi ekan? Kofirlarning bayramini tatbiq qilish, kofirlarning bayrami bilan nima deydi, auditoriyangizni tabriklash, bu ularni qo'llab-quvvatlash bo'ladi, dinimizga qarshi ish bo'ladi. Faloncha, pistoncha, kim nima gaplarni direktimga bittalari yaxshigina qilib ketibdilar. Men o'qib prям вообще hayron qoldim. Xo'p, bu kofirlarning bayrami ekan. Biz kofirlarni umuman qo'llab-quvvatlamasligimiz kerak ekan. Ularning bayramini, ularning narsalarini umuman tatbiq qilmasligimiz kerak ekan. Хорошо, siz menga bu xabarni qanday odam yaratgan programma orqali yozdingiz. Instagramni kim yaratgan? Kofir odam yaratgan. Telefonni birinchi bo'lib kim yaratgan? Kofir odam yaratgan. Хорошо. Xo'p, undan tashqari ichimliklar, har xil nima deydi uni, snacklar, oddiy bitta televizorni ham masalan, yo bo'lmasam rasmlarni ham, profilingizni masalan rasmlardan to'ldirib qo'yibsiz. Musulmonchilikda bo'lsa insonni suratini chizish, insonni suratini ko'pchilikka ommalashtirish mumkin emas. U nomahramlar ko'rishidan saqlanish uchun qilinadi. To'g'rimi? To'g'ri. Siz menga shuncha aqlni aytibsiz, hammasi kelib yig'ilib yangi yilga 2 og'iz aytgan tabrigim uchun ekan. Sizni qilayotgan har bitta ishingiz, har bitta jarayoningizda o'sha kofirlarni yaratgan, kofirlar tan olgan yoki kofirlar tomonidan bizga kirib kelgan narsalarni qabul qilgan nima deydi, jamiyatni tarmog'ida yashayapsiz-da. Qanday qilib men endi bu bilan yangi yilni nima deydi, qo'llab-quvvatlash kerak, kofirlarni qo'llab-quvvatlash kerak demoqchi emasman. Prosta bir kishiga aql berishdan oldin, bir kishiga aql o'rgatishdan oldin o'zingizdan bitta 4 tomoningizga qarang. Avval yoqangizni hidlang. Keyin bunaqa gaplarni gapiring. Biz bu narsani o'zimiz uchun qilayotgan bo'lsak, O'zbekiston o'zi uchun qilayotgan bo'lsa, insonlar o'zi uchun qilayotgan bo'lsa, bu dindan voz kechdi, dindan butunlay ayrilib qoldi degani emas. Agar siz yo 5 vaqt namoz o'qiydigan, nima deydi uni, ana musulmonchilik dinini 100% hamma qonun qoidalarga rioya qilaman desangiz, u narsani hech kim hozirgacha qila olmagan, payg'ambarimizdan boshqa. O'sha uchun kimlardandir o'zlaringizni yasab olib, menga aql o'rgatmanglar. Har kim o'zini ekkanini o'zi o'radi.